Minecraft'da hisob-kitob mashinasi ishlarmikin? Bu redstone'larni hammasini o'zim ko'rganman. Qani boshladik. Demak, mana bu yerdan boshqarsa bo'lar ekan. Mana kalkulyatorimiz yoqib qo'yaylik. Ko'rayotganingizdek shunday qilib yozar ekanmiz. Ishlarmikan? Qani sinab ko'ramiz. Menimcha bu ishlaydiganga o'xshaydi. Qani unga oddiyroq bo'lgan misollarni berib ko'ramiz. Qo'shamiz. Mana bu ajoyiblikini qarang. Shartta javobini aytib berar ekan. Qani kalkulyatorda hisoblab ko'ramiz. To'g'ri, 100% to'g'ri chiqdi. Videoga like bosing, obuna